Yunusobod tumani 4-kvartalga kelganmiz. Juda ham yaxshi xonadonimizga chiqqan 4 xonali, umumiy maydoni 82 kvadratdan iborat, frantsuzskiy planirovka. Orientir tushuntiraman sizlarga. Ko'rishingiz mumkin, Yunusobod mostdan shunday tushib kelaverasizlar, to'g'ri Shohsaroyga qarab ketaverishingizda. Mana shu yerda mana shunday kirganinglarda, mana shu domimizni orqa tomondagi domimiz. Yo'ldan ikkinchi dom, umumiy maydon 82 kvadrat, remontlari yaxshi holatda kirib yashsa bo'ladi bemalol. 4 qavatli domimizning 3-qavatda joylashgan. Narxi juda ham srochniy narx o'rtoqlar, $86,900 qo'yilgan. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, pastdagi raqamlarga aloqaga chiqaverasizlar. Shunaqa zo'r lokatsiyadan to'rxona qidirayotgan tanishlarga albatta videoni jo'natib qo'yinglar va like bosishga esingizdan chiqmasin. Va albatta Telegram kanalimizga obuna bo'linglar, chunki Telegram kanalimizda uylar juda ham tez sotilib ketyapti. Endi esa uyimizni to'liq obzorini ko'rib chiqamiz. Qani ketdi. Главный подъездdan kirish eshigimiz, mana ko'rayotganingizdek, uzun koridorimiz, o'ng qo'limizda sразу mana hojatxonamiz bo'ladi mana. Hop, bu yoqda mana kuxonniy zonamiz ham kattagina, hamma yoqda akvariumlar qo'yib ketilgan. Hop, bu yoq tomonda mana hammomimiz bo'ladi mana, hammomimiz ham kattagina ko'rayotganingizdek. Hop, bu yoq tomonda bitta spalniy xonamiz mana. Hop, bu yoq tomondan yurib kelayotganmiz, bu yoqda yana bitta spalniy xonamiz mana. Bu yoqda ham kattagina spalniy xonamiz bor. Hop, bu yoq tomonda ham mana yana bitta katta spalniy xonamiz mana. Hop, bu yoqdan yurib kelayotganmiz, ko'rayotganingizdek, bu yoqda kattagina zal xonamiz mana. Zal xonamiz ham 5 ga 6 bo'ladi, hamma yoqda akvariumlar qo'yib ketilgan. Frantsuzskiy planirovkada zali 30 kvadrat bo'ladi, ya'ni 5 ga 6 bo'ladi. Eng katta zal shu planirovkada bo'ladi. Kimga qiziq bo'lsa, pastdagi raqamlarga aloqaga chiqaverasizlar. Shunaqa zo'r lokatsiyadan 4 xona qidirayotgan tanishlarga albatta videoni jo'natib qo'yinglar. Like bosishga esingizdan chiqmasin. Sizlar uchun maxsus salomat bo'linglar.